tushda suv ombori ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, kimki tushida suv ombori qurayotganini ko'rsa, uning mol-u dunyo yig'ishga haris bo'lishiga va o'z molidan hech narsa xarj qilishni xohlamasligiga dalildir. Ba'zi ta'birchilarning aytishicha, yengil tabiatli ayolga ega bo'ladi va bu ayol haromxo'r va bediyonat bo'ladi. Agar suv omborida hojat ushayotganini ko'rsa, o'z molini sarf qilishiga dalildir. Omborxonada yiqilganini yoki suv chohiga tushib ketganini ko'rsa, mol jamlashiga mukkasidan ketishiga dalildir. Agar bir kishi o'zi bunyod qilgan suv omboriga yiqilib tushsa, birovning molini zo'rlik bilan tortib olishiga dalil bo'ladi. Agar suv chohiga yiqilsa va qo'l oyog'i singanini ko'rsa, og'ir kulfatga duchor bo'lishiga dalil bo'ladi. Hazrati Sodiq aytadiki, tushda suv omborini ko'rmoq 5 narsaga dalil bo'ladi: harom molga, dunyo maishatiga, xazinaga, harom ishga, haromxo'r xodim ayolga. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.